Meva kaprosinasi yoki shaftoli mevaxori, tarposina Nipanensis, tarposina mats, tangacha qanotlilar yoki kapalaklar, Lepidoptera, turkumi, kaprosina, Taprisindae oilasiga mansub karantin hasharot. Bu zararkunandaning vatani Yaponiya. Hozirda Yaponiya, Xitoy, Koreya yarim orolida va Rossiyaning uzoq sharq, Primorye va Xabarovsk o'lkalarida hamda 1978-yilda Saxalin viloyatini janubida uning ochoqlari aniqlangan bo'lib ichki va tashqi karantin obyektlar hisoblanadi. Yevropaning Bolgariya, Vengriya, Gretsiya, Italiya, Ruminiya, Rossiya, Germaniya, Ukraina, Moldova, Fransiya, Shveysariya, sobiq Yugoslaviya, Shimoliy Amerikaning Kanada, Meksika, AQSh, Janubiy Amerikaning Argentina, Braziliya, Urugvay, Avstraliyaning Viktoriya, Yangi Janubiy Uels va Yangi Zelandiya orolida keng tarqalgan. Asosan mevalarda va qishki shar shaklidagi pillada, o'tkazilgan ko'chat tomiri orasidagi tuproqda qurt fazasida uchraydi. Yaponiya, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Shimoliy Vyetnamdan keltirilgan mahsulotlardan olma, nok, shaftoli mevalarida ko'p marta uchrashi aniqlangan. Shaftoli mevaxori nok, olma, behi, Xitoy fundugi, shaftoli mevalarini zararlaydi. Bitta mevada bir nechta qurt bo'lishi mumkin. Ular Yaponiyada 80-90% olmani yo'qotadi. Imago kapalakning qanoti yozilganda uzunligi 14-20 mm, tanasi 11 mm, erkak zoti bir muncha kichikroq. Oldingi qanotining o'rtasi qisqa, kulrangoq tusdan to'q jigarranggacha o'zgarib boradi, toq yarim doirali dogi bor. Hoshiyalari qongirsimon tusda, asosi va tashqi cheti ko'proq tiniq chiziqli. Orqangi qanoti kulrang, trapetsiyasimon, choqqisida tiniq hoshiya va toq doglari bor. Kapalak kulrang tusda, boshi va ko'krak qismi toq kulrang, ko'zi qiziljigar rangda. Oldingi qanoti cho'zilgan, kumushsimon rangda, biroz yaltiroq. Qanot markazi to oldingi chetigacha qoramtir qora rangdagi bilinar-bilinmas chipor naqsh joylashgan. Ichida esa yaltiroq ko'k nuqtalarga ega. Erkagining o'lchami kichikroq, mo'ylov bo'gimlaridagi tuklar urg'ochinikiga nisbatan uzun, pastki labdagi tuklari esa qisqa. Tuxumi tik turuvchi, yassi, yuqori qismida 3 taraflama qilchalari bor, bir uchi binafsha qizil, boshqasi sargishjigar rangda. Tuxum xoronining uzunligi 1 mm ga boradi. Qurt chiqishidan oldin tuxumi qizil tusda bo'ladi. Qurt uzunligi 1 mm gacha binafsha qizil donachali, boshi tiniq jigar rangda, bunda qurt tusi oziqlanayotgan oziqaga bog'liq holda o'zgarib boradi. Voyaga yetgan qurtning bel tarafi ko'proq jadallashgan qizil, qorin tarafi oqish, zargaldoq va sargish rangda. Sharq mevaxoridan anal taroqchasining yo'qligi bilan farq qiladi. Ko'krak oldi qalqonida stigmal qalqonida 2 ta qilcha 4 va 5-9 segmentida 1-3 qilcha birorta skleritda uchramaydi, 4dagi qalqonda aniq ko'rinib turadi. Har bir segmentda aniq sondagi qilchalar bo'lgan qalqonchaga ega, soxta oyoqdagi ilmoqlar 15-16 tadan iborat. Biologik xossalari. Asosan rivojlanishini tamomlagan qurtlar, kuzda tuproqda 5-13 cm chuqurlikda qurgan pishiq sharsimon ipak pillada, diametri 4,5-6 mm qishlab chiqadi. Pilla ichida past haroratda va qorsiz qish mavsumida ham uzoq muddat saqlana oladi. Tuproqda harorat 15 gradusdan yuqori bo'lganda qurtlar qishki tinimdan chiqa boshlaydi va yangi yozgi ochiq arqonsimon uzunligi 7,5-10 mm, diametri 3-4,5 mm bo'lgan pilla ichida gumbakka ketadi. Gumbak arqonsimon, sargishjigar rang, uzunligi 7-9 mm, diametri 2,5 mm, qornini oxirgi qismi kremastersiz va ilmoqsimon qilchali, gumbak 11-15 kun rivojlanadi. Qishlab chiqish davomida ular 50-55% gacha nobud bo'ladi, lekin zararkunanda miqdoriga ta'sir etmaydi va tarqalgan joyda ular ko'p sonda saqlanib qoladi. Pillasi tiniq jigarrang, yozgilari cho'zinchoq yaproqsimon ko'rinishda, uzunligi 8-11 mm, qishki mavsumdagilari yassi yumaloq, 5 mm uzunlikda tuproq kesakchasiga o'xshash. Kapalak may oxirida, ba'zan bir avlod beradigan hududlarda iyulda uchishni boshlab, yovvoyi va madaniy o'simlik gullari bilan oziqlanadi. Kapalaklar kunduzi o'simliklarda tinch holatda turadi va kechki paytga borib faollashadi. Uchib chiqqandan so'ng 2-3 kun o'tib urg'ochi kapalaklar,
tuxumni bittadan har biri 40-220 tagacha mevalarga qo'yadi. Bitta urg'ochi uzoq sharq sharoitida 100-120 tagacha tuxum qo'yadi. Harorat 16 gradusdan past bo'lganda tuxum qo'yishdan to'xtaydi. Embrionning rivojlanishi 9-11 kun davom etadi. Qurtlar mevalar bilan oziqlanadi va yozda 13-17 kun rivojlanadi. Bu davrda 5 yoshni o'taydi. Shundan keyin gumbakka aylanishi uchun tuproq ostiga tushib boradi. Bu zararkunanda rivojlanishi uchun qulay harorat 25 gradus va nisbiy havo namligi 75-85% bo'lishi kerak. Tuxum rivojlanishi uchun quyi harorat 11 gradus, qurtlarga 15 gradus va gumbaklarga 11 gradusga teng. Kunduzgi yorug' 14 soatdan kam bo'lganda qurtlar qishlashga ketadi. Xitoyda 4 ta, Koreya Xalq Demokratik Respublikasida 2 ta, Xabarovsk o'lkasida 1 ta avlod beradi. Karantin tadbirlar va kurash choralari. Foydalanilgan ish qurollari, ko'chatlar va mevalar tartib asosida tavsiya etilgan preparatlar bilan zararsizlantirish. Tashqi o'simliklar karantini va boshqa boshqaruv idoralari tomonidan tayyorlangan tartibiga asosan, urug'lik va payvand qilish uchun mo'ljallangan materiallar va mevalar o'z vaqtida keltirishini yo'lga qo'yish. Shaftoli mevahori tarqalgan mamlakatlardan qutilarda keltirilgan mevalar sinchiklab ko'zdan kechiriladi va zararkunanda bo'lishi ehtimoli bor mevalar laboratoriyada tekshiriladi. Bog'lar orasi chuqur qilib haydaladi va qishloqdagi qurt va gumbaklardan daraxtlar tozalanadi. Shaftoli mevahori qurtlari ommaviy chiqa boshlaganda sharq mevahori qurtlariga qarshi kurash ishlari kabi olib boriladi.